Assalomu alaykum qalban yaqinlarim. Bizlarni doimo kuzatib borishingizdan juda mamnunmiz. Har biringizning vaqt ajratib, qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Agar ushbu chiqarayotgan hikoyalarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta qoldiring. Aynan sizlarning fikrlaringiz bizga yangi videolar yaratishda ilhom beradi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz orqali kanalimiz yanada rivojlanadi. Biz esa yanada yaxshi kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Barchangizga kattakon rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Telba qalblar. Muallif Choliqushi. Muxlisi Imronga ajrashmoqchi ekanligini qanday aytishni bilmay, nima deyishni o'ylayotgan edi. Ko'p kiyim olib ketmayman. Keraklilarini tayyorlagin. Xo'p. Unda men dush qabul qilib chiqay, keyin ovqatlanamiz, deya Imron dushga kirdi. Ovqatlanish paytida ham kulishga harakat qilib, kulib o'tirdim. Uxlashga yotganimizda ham hech nima deya olmadim. Tong payti ketaman, ungacha seni iforingga to'yib olay, quchoqlab olib, hech qo'yib yuboray demasdi. Men ham ularni quchdim va ko'zda yosh bilan uyquga ketdim. Ertalab tongda Imronni kuzatar ekanman, inday olmadim. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar, eshikda qorovullar bor, ularga tayinladim, begonalar uyga kirmaydi. Qo'rqmasdan o'tiringlar. Xo'p, siz ham yaxshi yetib oling. Quruqqina xayrlashasanmi? Dedi-yu, meni kutib o'tirmay, o'zi doimgidek o'pib qo'ydilar-u, ketdi. Imron ketgach, xonamizga kirib, kiyimlarini to'yib hidladim. Sizni qanday tashlab ketaman? Hayotim mazmuni, baxtim sababchisi. Siz bilan ajrashmoqchiman. O'zi boshidanoq bu nikoh menga yoqmaganda. Zo'rg'a chidab kelayotgandim. Afsus, men boshqasini sevaman. Meni qidirmang. Uchrashsak ham endi ajrashayotgan payt ko'rishamiz. Bu gaplarni yozish qanchalar og'ir. Telba qalbim ketishni xohlamayotgan bo'lsa ham, xatni ko'rinadigan joyga qo'ydim-u, Hanifa opaga Imronni xabari bor, uyimga ketyapman deya ketdim. Uyimizga kelguncha necha bor qaytmoqchi bo'ldim, ammo akamni tahdidi yodimga tushib, qayta olmadim. Muxlisa eshikni kelinoyim ochdi. Ertalabdan tinchlikmi? Yana yig'labsiz? Sizlarni sog'indim, deya kelinoyimni quchoqlab oldim. Biz ham sog'indik. Hozir bitta gap aytsam, aniq xursand bo'lasiz. Opam telefon qildimi? Kelinoyimni qo'yib yuborib, ko'zlariga umid ila qaradim. Yo'q, Muyassar qaytib keldi. Kelinoyimni gaplarini eshitib, quvonib ketganimdan ularni qayta quchdim. Hozir qayerda opam? Qanalar? Shoshgancha uyga kirdim. Aqlli singiljonim kelibdi-ku. Qarshimdan akam chiqdilar. Bilardim kelishingni. Bu deyman, ering senga qadrlimi deyman-da. Kelibsan. Indamadim. Hatto salom ham bermadim. Dadasi Muxlisani kelar kelmas savolga tutmaylik. Dilnoz, sen bor bolalarga qara. Meni Muxlisa bilan gaplashadigan gaplarim bor. Xo'p deya, kelinoyim menga qaray ketdilar. Opamni ko'rmoqchiman. Bilardim shunaqa deyishingni. Xullas, Muyassarga mening tahdidli gaplarim haqida aytmaysan. O'zim keldim, o'z xohishim bilan. Erim bilan ajrashmoqchiman deysan. Yoki ajrashish niyating yo'qmi? Akam yonimga kelib, meni aylanib gapirar ekan, indamadim. Yaxshi, demak gapirmaysan. Menimcha bu hech nimani aytmayman deganing bo'lsa kerak. Endi bora qol. Opajoning xonasida. Qochishni xayollaringga ham keltirmalaring. Ikki ko'zim senlarda deya, akam oshxona tomon ketdilar. Men esa yugurgancha opamni xonasiga bordim. Sekin eshikni ochdim. Xona ichi nimqorong'u. Chiroqni yoqdim. Opajonim bir burchakda oyoqlarini qichibgina o'tiribdi. Meni ko'rib o'rnidan sapchib turdilar.
Muxlisa, opa! Ikkimiz ko'zda yosh bilan bir-birimizni quchoqladik. Opam yuz-ko'zlarimdan o'pib ham, kulib ham yig'lab qayta quchdilar. Seni sog'inib ketdim, jonim singlim. Judayam sog'indim. Men ham sog'indim, opa. Judayam. Ancha payt bir-birimizni quchib yig'ladik. Opam juda ozib kichkinagina bo'lib qolibdilar. Avvalgi sho'x Shardod opamdan asar ham yo'q. Rosa cho'kib qolibdilar. Bu ahvolini ko'rib, yanayam yig'lardim. Jonim o'zimni, meni kechir, seni tashlab ketganim uchun kechir. Akam seni majburlab Imronga berishini xayolimga ham keltirmagan edim. Rosa qiynalgandirsan. Opam tinmay kechirim so'rardi. Kechirim so'rashingiz shart emas, opa. Umuman qiynalmadim. Ammo siz nega yuz-ko'zlaringiz, qo'l-oyog'ingiz bu ahvol? Bu akamni ishi shundaymi? Opajonim o'zimni. Sizni bunchalik azoblanishingizni xohlamayman. Ahvolingizni qarang-a. Akam nega bunchalik razil kimsa ekan? Shunchalik ham uradimi? Opamni yuzlarini silagancha yig'lardim. Akam urgan payt opamni qanday qiynalganini his qilib yig'lardim. Ha, bu qochib ketganim uchun, deya yuzimni ushladim. Sen qiz qochib qutulaman deb o'ylaganmiding? Akam qo'lida kamar bilan yonimga kela boshladi. Dadasi Muyassar aybini anglab yetdi. Iltimos bunday qilmang. Axir ahvolini ko'rmayapsizmi? Kelinoyim ko'zda yosh bilan akamni to'xtatmoqchi bo'ldi. Sen aralashma. Ket bu yerdan, deya akam kelinoyimni xonadan chiqardi-da, eshikni yopdi. Men joyimda qimir etmay, bir so'z demay turardim. Akam yonimga kelib, bir nimalar dedi-da, ura boshladi. Hech nimani his qilmasdim. His qilsam ham bu og'riqlar og'riq emasdi men uchun. Qalb og'rig'im oldida. Akam xumordan chiqquncha urdilar. Men yerda bukchaygancha yotardim. Biroz turib, xonaga kelinoyim keldi. Joyimdan tura olmadim. Muyassarginama, boshingizda shu kunlaringiz ham bormidi? Meni avaylab turg'izib, ko'kargan joylarimga malham surtdi. Dilnoza kelinoyim xuddi onamdek mehribon. Hech ham yomon gapirmasdilar. Ularni qo'llarim titrab mahkam quchdim. Qiynalib ketdim. Bu hayotda nega yashayapman bilmayman ham. Kelinoyi, Muxlisa qani? Tag'in Muxlisani ham urmadilarmi? U yo'q. U erini uyida baxtli. Nima? Qanday yer? Ko'zlarim birdan katta-katta ochildi. Akangiz siz qochib ketgach, Muxlisani berdi Imronga. Kelinoyi! Ha, hammasi rost. Lekin Muxlisa baxtli. Bir zum angla olmadim. Nahotki shunday bo'lgan bo'lsa. Kechagi kunni eslab, Muxlisaga savol nazari ila qaradim. Muxlisa, sen rostdan Imronga tegdingmi? Ya'ni majburiy. Muxlisani ko'zlari yana yoshlandi. Ha, akam majburlab berdilar Imronga. Ishona olmayapman. Akamni bunday qilganiga. Bunaqa bo'lishini bilganimda aslo ketmasdim. Opa, men akamni bu ishidan hech ham xafa emasman. To'g'ri, boshida xafa bo'ldim. Keyinchalik esa umuman buni aksi bo'ldi. Xursand bo'ldim taqdirimdan. Ham kulib, ham yig'lab Imronni esladim. Uni hozirdan sog'inyapman. Sen qiz nimalar deyapsan-a? Tushuntiribroq gapir. Siz yoqtirmagan, qari, to'nka, jiddiy va qo'rs ko'ringan Imron aslida umuman boshqacha inson ekan. Judayam samimiy, mehribon, eng yaxshi jufti halol. Sen meni singlim Muxlisamisan o'zi? Muxlisaga hayrat bilan qarab, yuzini o'zimga qaratdim. Ko'zlaringda o'zgacha mehr. Imronga shunaqangi ta'rif beryapsanki, uni sevib qolgan insondek. Yoki chindan ham mening Muxlisam sevib qoldimi? Uyalma, aytaver. Axir opang bo'lsam, hamma sirlaringni aytar eding. Jim bo'lib, yana boshini egib olgan Muxlisani o'zimga qaratdim. Agar rostdan Imron yaxshi inson bo'lsa-yu,
seni qadrlasa, sevsa, seni ham ko'ngil qo'ygan bo'lsang, men sizlarga faqatgina baxt tilayman. Chiroyli baxt. Kelinoyim aytganda ishonmagan edim. Demak rost ekanda. Mening muxlisam ancha ulg'ayib oila qurib sevib ham qolibdi. Juda ham xursandman. Bir nuqtaga qarab o'tirgan muxlisani bag'rimga bosdim. Ha, opajon, sevib qoldim. Usiz hayotimni tasavvur qila olmayman, deya olmadim. Akamni tahdidi yodimga tushib, ichimdagilarni boricha ayta olmadim. Opa, to'g'ri Imron yaxshi inson, ammo men uni sevmayman. Aslida judayam sevaman. U bilan ajrashmoqchiman. Umuman ajrashishni xohlamayman. Ichimda boshqa gap, tilimda boshqa edi. Nima? Muxlisani qo'yib yuborib, ko'zlariga qaradim. Senga turmush o'yinchoqmi? Imron yaxshi inson ekan, hali ko'nikib yashab ketasan. Buni iloji yo'q, xohlamayman. Muxlisa, bu gaplaring jiddiymi? Ha, opa, men o'qishni xohlayman. Sen qiz nimanidir yashiryapsan. Opa, undan ko'ra o'zingiz haqingizda gapiring. Nimalar qildingiz shu paytgacha? Qayerda yashadingiz? Muxlisa juda nozik savol bergandi. Xolidimni eslab, darrov ko'zimga yosh keldi. Endi ichimdagilarni aytmoqchi edim. Kelinoyim keldilar. Qo'lida patnas. Qizlar, sizlar uchun maxsus taom olib keldim. Qorningiz ham ochib ketgandir. Hali ko'p suhbatlashasizlar. Keling, ovqatlanib oling. Yaxshiyam borsiz, kelinoyi. Sizni yaxshi ko'ramiz. Meni ham yaxshi ko'raman. Muxlisa ikkimiz joyimizdan turib borib, divanga o'tirdik. Muxlisa, qaragin, ikkimiz yoqtirgan ovqat, deya taomdan tatib ko'rdim. Biram mazali. Nega yemaysan, Muxlis? Opa, kelinoyi, xafa bo'lmang-ku, bu ovqatni yeyolmasam kerak. Zo'rg'a chidab turibman. Hididan ko'nglim aynayapti, deya oxiri chidolmadim. Vannaga yugurdim. Nima bo'ldi, yaxshimisan? Ortidan bordim Muxlisani. Ha, yaxshiman. Bu deyman, yangilik bormi deyman. Kelinoyim ortimizdan kelib, jilmaygancha gapirdilar. Qanaqa yangilik? Muxlisa ham yuz qo'lini yuvib kelinoyimga qaradik. Shu jajji mehmoncha yangiligida. Muxlisa, bu holat tez-tez bo'lyaptimi? Nimadalar yegingiz kelyaptimi? Ha, ko'nglim shu kunlarda shunaqa aynayapti. Menimcha yana oshqozonim bezovta qilyapti. Lekin kecha rosa gilos yegim kelgandi. Yey olmadim. Kelinoyi, meni tushunishimcha siz Muxlisani homilador demoqchisiz, shundaymi? Ha-da, muyassar, homiladorlik belgilarini sezyapman. Yana ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Homiladorlik belgisi deysizmi? Muxlisani ma'yus ko'zlari yanayam ma'yuslashdi. Agar shunaqa bo'lsa yaxshi-ku. Ajrashmaydi bu jinni qiz eri bilan. Munosabatlaring bunchalik yaxshi ekan, ajrashmaysan, Muxlisa? Qanday yaxshi xabar. Men ona bo'lamanmi? Imron akam ota bo'ladilar. Ularga ota bo'lish juda yarashsa kerak. Qo'limni sekin qornimga qo'ydim. Ammo Imron akam bilan ajrashyapman. Yig'lamay desam ham yig'lab yubordim. Muxlisa, senga nima bo'lyapti? Yurchi bu yoqqa. Vannadan chiqib divanga o'tirdik. Muxlisa, nima yegingiz kelyapti? Bemalol aytavering. Hech nima yegim yo'q. Bu aytaveradi. Yog'sizroq ovqat qiling. Hozir o'zim ham yordamlashaman. Akajonim ruxsat bersalar. O'zim qilaveraman. Sizlar bemalol suhbatlashaveringlar, deya kelinoyim chiqib ketdilar. Muxlisa, sen qiz hali ham aytmading ichingdagi bor gaplarni. Hech qanday gap yo'q, opa. Siz ayting, qiziqdim juda ham. Meni hayotim unchalik ham yaxshi bo'lmadi, deya xotiralarim yodimga tushdi. Muxlisaga qochib ketgan kunimdan boshlab to shu kungacha bo'lgan voqealarni aytib berdim. Xolidimni o'limiga ham ishongim kelmaydi. Ular tirikdek, judayam sog'indim. Opajonim, sizni bunchalik kimgadir oshiq bo'lasiz deb o'ylamagan edim.
Ammo mana ko'rib turibman ko'zlaringizdagi muhabbatni. Siz baxtli bo'lishga juda haqlisiz. Fozil xonasidan u yoqdan bu yoqqa yurar ekan, telefoni jiringladi. Xayriyat deya Fozil telefoniga javob berdi. Bu telefon qilishingiz qiyin bo'ldi. Ha, deyarli tayyor. Yana bir oygina kutasiz lekin. Singillarim juda odobli qizlar. Chiroyda tengi yo'q. Ko'z qorachig'imdagi asrayman ularni. Sizga kelin qilib berayotganimdan ham xursandman. Shavkat Azizovich, shu meni nomimga o'tkazmoqchi bo'lgan uy-joylarni ertaroq o'tkazsangiz ham juda xursand bo'lardim-da. Fozil telefonda gaplashib bo'lib, mamnun jilmaydi-da, yordamchi aynan Imron uchun yo'llangan yigitlarga telefon qildi. Nima bo'ldi, kuzatyapsizmi? Hech bir harakatini ko'zdan qochirmang. Bu biz uchun muhim. Safardan kelgach ajoyib surprizlar kutmoqda. Fozil yigitlarga gaplarini tayinladi-da, telefonni o'chirdi. Imron, men bilan o'chakishma deganman. Endi buni oqibatini tomosha qilasan. Bir yayray. Fozil o'ziga gapirib, kulib ham qo'ydi. Muxlisa bilan suhbatimiz kechgacha ham tugamadi deyarli. Akam bugun bizni tinch qo'yganidan quvonib, bir-birimizni pinjamizga kirgancha suhbatlashardik. Kunlar o'ta boshladi. Muxlisani ajrash fikridan qaytara olmadim. Va eng yaxshi yangilik bu uni homiladorligi. Ishonch hosil qilish uchun tekshirtirdik. Muxlisa rostdan homilador bo'libdi. Judayam xursand bo'ldim, xola bo'lishimni bilib. Ammo Muxlisa chiroyi hech ochilay demasdi. So'rasam tayinli javob aytmadi. Xo'sh qizlar, yetarlicha suhbatlashib, dam olib ham bo'ldinglar menimcha. Xonamizga akam kelib, ikkimizni ham tikka qilib gap boshladi. Sizlarga bir yangiligim bor. Sizlarni yaxshi bir joyga turmushga bermoqchiman. Nima? Muxlisa ham, men ham birdaniga akamga qaradik. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun kuyovlar bilan uchrashuv bo'ladi. Aslida uchrashuv ham shart emasdi, ammo kuyov taraf shuni xohladi. Agar men sizlarni majburan uzatayotganimni miq etib aytsangiz, ikkingiz ham o'ldim deyaveringlar. Tushundinglar deb o'ylayman. Yana qochishga ham harakat qilmang. Baribir foydasiz. Yana bir gap. Akam o'zi bilan olib kelgan qog'ozlarni stol ustiga qo'ydi. Muxlisa, bu ajrash hujjati, imzo qo'yasan. Erginang imzoladi. Endi sen imzo cheksang hammasi hal. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki Imron akam osonlikcha imzo qo'ygan bo'lsa. Shu o'tgan kunlarim davomida bir lahza ham unutmadim. Ular ham mendek qiynalyapti va ortimdan kelsa, akam nimadir qilishidan qo'rqib yashadim. Lekin Imron akam imzo qo'yibdilar. Ajrashish hujjatini qo'limga olib qaradim. Dastxat ularniki. Ko'zlarimga ishonmay qayta qaradim. Vaqt yo'q, tezroq bo'la qol. Aka, axir ular baxtli yashayotgan ekan. Sen aralashma. Bitta baxtli oilani ajratmaylik. Mayli, men bu safar hech qayerga qochmayman. Siz aytgan insonga ham tegishga roziman. Lekin Muxlisani tinch qo'ying, iltimos sizdan. Senga aralashma dedim. Akam o'qrayib jahl bilan qaradi. Oxirgi chora qoldi. Muxlisani homiladorligini aytish. Shunga majburman. Aka, yaxshi bir yangilik bo'ldi. Muxlisa homilador ekan. Men xola, siz tog'a bo'larkansiz, deya kulishga harakat qilib kuldim. Ammo akamni yuzida hech qanday reaksiyani ko'rmadim. Sen qiz ko'p gapirib yubording dedilar. Ular ozroq yumshaydimi deb o'ylab, qo'lidan tutgandim. Qo'limni siltab yubordi. Qattiq siltaganidan yerga yiqildim. Imzola dedim, sabrimni sinama. Ko'zda yosh bilan qo'llarim qaltirab imzoladim. Mana hammasi tamom. Men suyukli insonimdan ajraldim. Aqlli singlim, endi sen bilan shifoxonaga boramiz. Qorningdagi bu bola bizga ortiqcha hozir. Akamning gaplarini eshitib, darrov joyimdan turib oyoqlariga yopishdim. Akajon, unday qilmang aka. Axir ilk farzandi o'ldirsa, keyinchalik farzand ko'rolmasligi mumkin. Yana qanday bizga berilgan shunday yaxshi ne'matni osonlikcha yo'q qilasiz? Bunday qilmang. Akam endi oyog'ini siltab yubordi. Yur men bilan, deya Muxlisani qo'lidan ushlab
sudragudek bo'lib olib chiqib ketdi. Meni ustimdan qulfladi. Joyimdan turib eshikni urdim. Aka, iltimos rahmingiz kelsin, jiyaningiz-ku. Iltimos uni yo'q qilmang. Muxlisa kelguncha joyimda o'tira olmadim. Tinmay duo qilardim, akamga insof berishini so'rab. Muxlisa keldi. Ko'p yig'laganidan ko'zi qizargan. Izidan akam kirdi. Kechgacha vaqtinglar bor. Tayyorlaninglar. Yig'i-sig'i bilan asabimga tegmanglar. Aqlli qiz bo'linglar, deya akam chiqib ketdi. Muxlisani ahvolini ko'rib, hech nimani so'ramadim. O'zi aytishini kutdim. Kech tushib, xohlamaygina tayyorlandik. Akam aytgandek, o'zimizga yarashgan libos kiydik. Muxlisa ham, men ham jim edik. Yigitlar kelib bo'lgan ekan. Ularga umuman qaramadim. G'alati bo'la boshladim. Yigitlardan bittasi gapirgach, darrov unga qaradim. Uni ko'rib ko'zlarim kattalashdi. Xolit, kim bilandir adashtirdingiz, dedi yigit menga sinchkov qarar ekan. Men esa bu paytdagi hissiyotlarimni ta'riflab bera olmayman. Men ishongandim, men bilgandim Xolidim tirikligini. Telba qalbim ila his qilgandim u tirikligini. Hozir esa qarshimda o'tiribdi. Meni tanimayotgan bo'lsa ham, uni qarshimda o'tirganini ko'rib quvondim. Allohga shukrlar aytdim. Ammo nega meni tanimayapti? Hozir menga uylanmoqchi bo'lgan bu Xolidmi? Bir zum voqealar chalkashligidan o'ylanib qoldim. Alohida gaplashsak bo'lar edi. Xolidning yonidagi soqol qo'ygan qo'pol ko'rinadigan yigit Muxlisaga yeb qo'ygudek qaradi. Muxlisa u yigitga qaramas, ko'zini bir nuqtaga tikkancha jim o'tirardi. Men u yigitning gaplaridan darrov o'zimni qo'lga olib, jahl ila qaradim. Shu yerda gaplashing, nimani gaplashsangiz, dedim qoshlarimni chimirib. Singlim siz bilan yolg'iz gaplashmaydi. Bu yigitning ko'rinishi menga umuman yoqmadi. Shunga Muxlisa bilan yolg'iz gaplashishni xohlamadim. Sen hal qilmaysan buni. Men o'zim bilaman xotinim bilan qanday qachon gaplashishimni. Bo'lajak xotiningiz, deya gapini to'g'irladim. Bo'ldi, Tohir, qizlarni cho'chitma. Yolg'iz ham gaplasharsan, deya gapga aralashdi qarshimdagi Xolidim. Uni gaplardan kulib qo'ydim. Yigit meni kulganimga g'alati qarash qildi. Meni nima bo'lsa ham jinni yoki yengil qiz deb o'ylamagan bo'lsin-da. Asli kulganimning sababini bilmaydi ham. Men xursandligimdan kulyapman. Bugun men uchun unutilmas kunlarimdan biri. Xurshid, xotiningni tilginasi birroq hozirdan ko'z tegmasin, deya Tohir deganlari menga yomon qarash qildi. Demak ismi Xurshid. Nega Xurshid? Hozir jinni bo'lib qolaman. Ofitsiant yigit taomlarni olib keldi. Bu payt hammamiz jim o'tirardik va birdan Muxlisani ko'ngli aynib, qo'lini og'ziga qo'ygancha joyidan turdi-da, yuvinish xonasi tomon ketdi. Men ham uning ortidan bordim. Tohir, bo'lajak xotining kasalmi yoki? Xurshid Tohirga hayron qaradi. Yo'q, u kasal emas. U homilador ekan. Akasi aytgandi, eri o'lib beva qolibdi. Keyin homilador ekanligini bilib qolishibdi. Bolani oldirib tashlashga ko'zi qiyishmabdi. Mayli dedim, axir meni ham uylanib ajrashgan bo'lsam, bu qizni suratini ko'rganimdanoq menga yoqib qolgandi. Hayotda juda ham ofatijon ekan. Yaxshiyam eri o'lgani. Tohir xunukkina irshaydi. Bolasini tug'ib olsin-chi, u bilan keyin gaplashamiz. Xurshid indamadi. Bir nimalarni o'ylagandek, muyassar ketgan tarafga qarab qo'ydi. Nega bu qiz menga bunaqa qarayapti? Qiziq, nega ekan-a? Xurshid shularni o'ylar ekan, takror muyassar ketgan tarafga qaradi. Muxlisa, yaxshimisan? Muxlisa tinmay qayd qilardi. Yaxshi. Nima bola? Ha, bolam hali ham men bilan, opa. Muxlisa kulib qo'ydi. Nahotki akam? Ha, akam shifoxonaga borganimizda birdan fikridan qaytdilar. Xayriyat, deya Muxlisani bag'rimga bosdim.
Xursandman endi. Eson omon qo'lingga olib olsang bo'lgani. Akam bolamni saqlab qolgani uchun shart qo'yganini bilmaysiz, opa. Endi o'lmagan erimni oldiga chiqarib, beva bo'lishim kerak va akam aytgan yigitga tegishim kerak. Imron aka, qayerdasiz? Sog' omonmisiz? Sizni judayam sog'indim. Hech ham ishongim kelmayapti ajrashga rozilik berganingizga. Ko'zimdan sizib chiqqan yoshlarimni opam artdilar. To'g'risi, Muxlisa menga Tohir deganlari yoqmadi. Men seni unga berib qo'ymayman. Hozir shu onda xayolimga bir fikr keldi. Qanaqa? Uyga borsak aytaman. O'zim ham xohlamayman unga tegishni. Men faqatgina Imron akamga tegishliman. Undan boshqa menga tegsa, yo'q, hech qachon bunday bo'lmaydi. Ammo Xolid, u yonidagi Xurshid Xolidga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Ovozi ham o'zgarmagan. Meni o'ylantirib qo'ygani shu. Rostdan ham o'xshar ekan. Opam suratini ko'rsatgandi Xolidni. Shuni hisobga olib, o'ylagan rejamni o'zgartirishim kerakmi deyapman. Men u bilan gaplashib olishim kerak. Anavi yoqimsiz Tohirsiz. Yur chiqaylikchi. Bu go'zallar bugun kelmaydimi deb o'ylagandim. Kelishimiz bilan Tohir shunday dedi. Boshiga bir ursamda xayolan urdim ham boplab. Ha, go'zallar shunaqa nozikda bo'ladi-da. O'tirar ekanman, Tohirga o'qrayib qaradim. Gaplaring yoqmayapti degandek. Xurshid deganlari Tohirdek emas, jim o'tirardi. Bu meni Xolidimni xarakteri. Lekin nega tanimayapti? Tilba qalbim ham bu Xolid deyapti-ku axir. Bir amallab uchrashuvni ham yakunladik. Yana o'zimiz alohida bir o'tiramiz, Muxlisaxon. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Muxlisa doimgidek indamadi. Juda kam gapligingiz ham menga yoqdi. Yoqmay ketsin, yoqimsiz. Ichimda bor haqoratlarimni aytib oldim. Muyassar, dedi Xurshid. Ismimni o'zgacha aytgan Xurshidga darrov qaradim. Eshitaman, dedim. Siz bilan ham bir alohida gaplashsak bo'lar ekan. Ha, men ham shunday fikrdaman, Xurshid, deya kulib qo'ydim. Shu onda yuragim urishi tezlashdi. Chunki Xurshid ham menga kulib qo'ygandi. Hayajonda nim tabassum bilan uyga keldim. Meni uyaltirib qo'ymagansizlar degan umiddaman, aqlli singiljonlarim. Biz uyga kelgach, akam biroz turib keldilar-da, shunaqa dedi. Bu yog'iga to'yni tezlashtirsak ham bo'laveradi. Yaxshilab eshitib olinglar. Agar qochishni o'ylasangiz ham buni badali og'ir bo'ladi. Meni yuzimni takror yerga qaratmaysan deb umid qilaman, Muyassar. Unday bo'lmaydi, ishonavering. Mehribon akajonim, deya siniqqina jilmaydim. Bugungi kunimiz ham o'tib, ertalabdan Xurshid qo'ng'iroq qildi. Buni kutgan bo'lsam ham bilmaganlikka oldim o'zimni. U meni uchrashuvga taklif qildi. Akamdan ruxsat olib, Muxlisiga uydan chiqmay o'tirishini aytib, uchrashuvga belgilangan joyga bordim. Xolidimni ko'rishga shoshildim. Men sizni avvaldan taniydigandekman, dedi Xurshid nimadirlarni eslashga urinib. Sizning ismingiz rostdan Xurshidmi? Bilmayman-da, men kimligimni bilmayman.